Assalamu alaykum, to'g'ridagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz Abdumid Xo'ja Abdulla Qaraqash yozgan Zulmatlik tuproq romanini o'qishni davomlashtiramiz. Oldingi qismda mas'uliyatchan, aqlliq, axloqliq, tadbirkor inik ananing har xil muhitda har xil rol elib, oxiri Yavuzbekning qotilini topganligini ham Podshoxonning atrofliq tarbiyalanishi uchun Ostonaga qaytib kelganligini o'qib o'tdik. Endi davomini o'qiymiz. Ular Yavuzbekning dadisi Jalol Shayxning uyiga boradigan mozorliqqa qarab yo'l oldi. Bala Podshoxon inik ananing oldida gohi piltinglab, gohi yugurib mengib, inik ananing xo'shligini keltirdi. Ular tushga yaqin Jalol Shayxning uyining atrofiga yetib keldi. Lekin uylar yiqitilib o'tilgan bo'lib, faqat uyning atrofidagi so'xma pakar tomning bir qismila qolgan edi. İnik ana birdam saqlab turib, masjidga peshin namozga kelgan biraylandin Jalol Shayxning nega ketganligini surishta qildi. U kishi eg'ir xursinib, Rus harbiy amaldorlarining Jalol Shayxni o'g'ling bassang'un bo'lib tikan, shuni tepib ber deb turmada qiynab o'ltirib etganligini, uyini mu yiqitib tuzlab mushu holga tushirib qo'yganligini aytib berdi. İnik ana bu xabarni anglab rahimsiz taqdirdan echinib, Jalol Shayxning ruhiga yig'lab turib uzun duo qildi. 6 yoshlik Podshoxonmu inik anasining talabiga asosan Sura Yasinning oldingi bir mubinini yiqimliq ovozda qiroat qilib ularga atab duo qildi. Ular bu kecha mushu uyning o'rnidagi so'xma tamning bulungida yetib uxlaydigan bo'ldi. Chunki kishilarning turalg'usi cho'ng shaharga qancha yaqin bo'lgan sari, ularning sirti paqaroq, ichi kirga to'lgan bo'ladi. Bulardan keladigan xavf hiliqi bozordagi kishilarga qaraganda xelida yuqori bo'ladi. Ular әтisi ash vaqti bilan shaharga kirdi. Shahar anda-sanda bina uylarning silinganligini hisobga olmaganda, avvalqidan ancha o'zgarmagan edi. Ko'cha ko'ylarni faqat ruslar qaplab ketgan bo'lib, ularning ko'pinchisi savdogar boylar yoki bu shaharni muqim makon tutgan rus puhrolarida qiladi. Qator tizilgan qurolliq rus askarlari ko'cha rastalarni damda bir aylanib, qo'lida tumirning sunuqi bo'lmagan shahar puhrolariga hayva ko'rsatib shaharning amonligiga kapolatlik qiladi. İnik ananing yanında ilib yurgan boyligi amaliyotda shaharning yerimini setib olishga azoda yetadi. Ular shahar markazidan obdan bir uyni setib olib o'ltirsimi bo'ladi, lekin bunda qilishning xatiri bekla cho'ng bo'ladi. Uning ustiga uy zamin ilm berim qilg'uvchilar shu vaqtdagi qo'rcha hokimiyatning oldiga berib o'zini tizimlab bosh to'lishi, turli hujjatlarga qo'l bisib rasmiyatlarni o'tishi kerak edi. Bundaq ishni qildigan organlar kalla keser munofiqlar bilan rahimsiz rus xizmatchilariga to'lib ketgachga, rus puhrolariga ish bejirish o'yindak, turkman puhrolariga ish bejirish nihoyatda tas edi. Shunglashqa inik ana balaning o'qish ishini o'ylab shaharda bir uy ijara elishni o'yladi. İnik ana kutilmagan hodisalarning oldini olish uchun yuzni yerim o'rib olib, qadimini Qalandar ko'chasi deb atilgan mahallaga qaratdi. Chunki bu yer kishilarning nazarida nomrodlarning turalg'usi deb qaralg'ashqa, mayli rus askarlarining yoki shu chog'dagi qo'rchoq hokimiyatning chordab tekshirishlaridan bir oz xoli edi. İnik ana Podshoxonning qo'lini yetilab, uy yurib, oxiri kichik bir uyni ijara elib, shu yerda muqim o'ltiraqlashdi. Ay yillar bir-birini qo'g'lishib, hash-pash deguncha Podshoxon 7 yoshga kirib qoldi. İnik anamu bar amallar bilan balini Malika Kunchichakning orzusi bo'yicha yaxshi tarbiyaladi. Uning xatnisini qildirib, sunnatni ado qildi. Lekin ularning bundaq tinch aman kunlarimi uzunga borolmadi. Mushu mezgilda bu shaharda bir xil vabo partildi. Bu kasal bilan og'rig'uvchilarning boshda ko'ngli elishib, o'ng biqini tilib og'ritdi. Ondan necha kun o'tmayla ko'zining iqi sarg'ayib, ko'pinchisi behush bo'lib o'lib ketadi. Bu kasal millat ayrimidi. Shahar tuyuqsiz yig'azar ichida qoldi. Buningdan Rus hokimiyatimi jiddilashib oldini elish, davolash ishlarini qattiq kuchaytirib baqdi. Lekin bu kasaldan yuqumlanib o'lganlarning soni kun sayin ko'payishga boshladi. Bir kuni inik ananing tushi buzilib, tong suzilmasda Podshoxonni uyg'otdi. Podshoxon balam, o'rningdan turg'in, bir yerga berib kelayli, dedi inik ana ushnisiga bo'xchisini ortib turib. Yana yutkilamdiq ana, deb so'radi Podshoxon ko'zini uvlab. Yo'q balam, borg'anni bilsan, chaqqan bo'la.
Paşaxan o'rnidan turib kiyimlerini kiyib, anasının keynidan ergashdi. Enik ana hovlidagi bir kichik quruq komzaknimi quliga ilib olgan edi. Ular shu mang'inicha jamoat masjiddan yanar cheg'ida Jalol shayxning uyining o'rniga yetib keldi. Enik ana qo'lidagi komzakni tomning tuviga qo'yib, masjiddan kishilarning chiqishini kutib turdi. Shu asnoda jamoat masjiddan chiqishga boshladi. Enik ana kishilarning orasidagi saqqollari aqirib qiyriqdan aran mengayotgan bir kishiga salom qilib, uni yanğa tortib Jalol shayxning ayolining qabri beshini so'radi. Buvay Jalol shayx bilan tang dematlik bo'lib, uni obdan bilatdi. Shunga u qiynalmayla Enik anaga yo'l boshlab, hiliqi qabri beshini ko'rsatib qo'ydi. Qabri yaga salasun bilan o'ralgan bo'lib, boshqa qabrlardan alayida farqlanadi. Enik ana Paşaxonni hiliqi qabri beshiga yetilib akilib, qo'lidagi komzakka bo'qchisidagi oltin tojidan boshlab, bo'yniga osadigan tumargacha hamma narsalarni soldi. Ularning ko'pinchisi cho'ng kichikligi o'xshash bo'lmagan almoslar bo'lib, oltin tillolar ilgirgidan oz qolgan edi. U barliq narsalarni komzakka qachilab, ağzını rasa puxta etdi. Enik ana ətrafqa səpsilib adam şəpsini səzməyəndən keyin salasundan təslikdə artılıb kirib, boğçisidiki təyyarlıb alğan otuğuş bilən qəbrini xeyli çoğunqur qolab, komzəkni kümüb etdi. Üstüge qazan şaxlarını çandırmay taşlap qoyub, nahayti aldırapla salasunun işidən çıxıb aldı. Ularning bu harakatini insijin ko'rmagan edi. Enik ana atrofga toza bir qarab etib, Xudoga shukr deb enik nafas oldi. Andin u Paşaxonni quchoqlab turib uningga aytdi. Oğlum Paşaxon, mening so'zlarimni esingda mahkam tutqin. Shaharda kasal tarqab musibat yig'azar hamma uyni qopladi. Uning ustiga tushim buzilib ko'nglim bir nimani tuyib turdi. Bu chaqcha sen kichik bo'lg'ashqa bu gaplarni demagan edim. Amdi deydigan chaqlar bo'lib qoldi. Enik ana bularni degach ko'ziga yosh elib yig'lab ketdi. Men sening o'z onang emas. Sening o'z onang mushu xandonlikning malikasi, shundaqla xandonlikning oxirgi shohi malika Kunchichak. Sening otang mu xandonlikning harbiy bosh vaziri ham bosh song'uni Yavuzbek edi. Balam, taqdirning chaqi ta'tir cho'rgilab, ruslar zaminimizga bostirib kirib, xalqni dahshatli qirg'in qildi. Yolg'ondan adolat bayrog'ini ko'tarib olib, aksicha kishilarni qattiq bulang-talang qilib qatl qildi. Sening otangni-mu, onangni-mu qotili dal mushu ruslar. Sen oddiy kishilardan emas balam. Onang sen bilan vidolashgan chaqda sening mushu xandonlikning shohi bo'lganligingni yorliq tushirgan. Sen mushu elning xoni o'g'lim. Enik ana yig'lab eqib ketganicha Paşaxonni bag'riga ching bosdi. Paşaxon anasının gapini quloq silib angladi. Umu ko'ziga yosh elib Enik ananing yeshini alqini bilan surtib avvalqidek tang yig'lashga boshladi. Balam, bu gaplarni qattiq kishik tinma. Esingni mahkam tut. Otangning qotilini mo hiliqi tumarning ichiga putib qo'ydim. U tumar sana bovangdan qolgan ishkan. Dadang uni yinidan ayirmaydi. Esingda bo'lsinki, 20 yoshga kirmaguncha bu qabrdagi komzakning og'zini ichib solma. Bildingmi? Dedi Enik ana yig'lab turgan Paşaxonning ikki qo'lini ching tutib turib ko'ziga tikilib qaraganicha. Ma'qul, esim saqlayman ana, dedi Paşaxonmu anasining ko'ziga qarab turib ishonch bilan. Enik ana Paşaxonga yo'l bo'yi yana nurg'un ishlarni topildi. Ular shunday qilib uyiga qaytdi. Aradan necha kun o'tmayla Enik ananing ko'rgan tushi oldiga kelib, ko'zining iqini seriqliq bosdi. Enik ana o'zining vabo bilan og'rib qolganligini bilib, o'ng biqinini tutqunicha o'g'li Paşaxonga o'zini doktorxonaga opirishni aytdi. Paşaxon yugurib chiqib qo'shnilarni chaqirdi. Ang'icha Enik ana hushidan ketib supaga yiqilib bo'lgan edi. Bu xil kasal bilan og'riganlar bek ko'p bo'lg'achqa doktorxonalar tushib ketganlikdan yangi hukumat mahalladagi ish bajarish uylarini, hatto maktablarning sinflarini kasalxona qilgan edi. Bundaq vabodan og'rigan bemorlarning saqayganidan o'lgani ko'p bo'lsa-mu, lekin doktorlar qo'lidan kelishicha davolash, qutqizish xizmatlarini ishlatdi.
İnik ana qo'shnilarning yordamida mahallaga yaqin bo'lgan maktabga yutib opirildi. Kichik yotoq uyning ichida tixma 5 karvat qo'yilgan bo'lib, inik ana yon tarafdagi karvatga yotqizildi. Doktor sestralar hash-pash deguncha uningga asma ukol urib qutqizishni boshlab İnik ana shu yotqinicha atisi atdiganda azroq hushiga kelgandek bo'lib, yenida kechicha anasi qarab o'ltirib uxlab qolgan Poshshaxonning qo'lini asta tortdi. Poshshaxon uyg'onib darhol anasining quliqiga yaqin kelib, "Ana, saqaydingmi?" dedi. U anasining hushiga kelganligidan xush bo'lib, yuzini anasining yuziga yiqib, inik ananing ko'zini ochqidek madori qalmagan edi. U og'izni bo'sh-bo'sh midirlatib Poshshaxonga gap qildi. "Balam, mening bo'lg'uchiligim qolmadi. Heliqi gap esingdimi?" "Esimda ana, hammasi esimda." "Qabrini pat yo'qlab tur. Esingdan ko'tarilib qolmasin." "Ma'qul ana, berib turaman." Ana bola ikkalan ayrılıyotdi. Bu qitim Poshshaxonning ko'zidan to'xtamay yosh taramlashga boshladi. Ananing bo'lsa ko'zidan yosh chiqqidekmi holi qolmagan edi. "Uyning ijarasini oldi berivetdim. Bildim ana. Supining ostida ozroq narsa qoldirdim." İnik ananing nafsi jiddilashib, ovozi tushib ketdi. Yandagi kasalning egisi darhol sestrani izlab yugurdi. Rus doktor yugurib kirib, inik ananing maydasiga tingshug'ishni qo'yib, zang silib tingshigandan keyin qo'l beg'ishidan tombirini tutib biqib, ukol ko'tarib kirgan sestraga beshini chayqab, ukolni urg'aning foydasi yo'qligini bildirdi. İnik ana oxir qitim ko'zini kuchab ichib, o'g'li Poshshaxonni qong'uda ko'rib olmoqchi bo'ldi, lekin u ko'zni ocholmadi. U faqat "Jinim balam" deb ullik birini to'labla shuk bo'lib qoldi. Doktor uning qo'l beg'ishini qo'yib berib, yuzini asta yepib qo'ydi. Poshshaxon onasini yana hushidan ketdi deb o'ylab qolgan cheg'i, u onasining qo'lini tutqunincha cho'nqur o'yga petib o'ltirdi. Atrofdagi boshqa kishilar bolaning bu sabiyligiga qarab ich-ichidan yig'lab ketishdi. Bu chaqda sestra qiz Poshshaxonning beshini silab turib so'radi. "Sening dadangchu o'lib ketgan. Undaqda aka-aychilaring bormi?" "Yo'q, men yolg'iz." "Boshqa tuqqanlaring bormi?" "Yo'q, men bilmayman." Sestra qizning ko'ziga mo'llita yosh keldi. "Anang u endi aram topdi." Poshshaxon sabiy ko'zlari bilan sestraga savol nazarda qaradi. "U eng go'zal joyga ketdi, kelmasga ketdi", dedi sestra Poshshaxonning beshini silab turib. "Siz jannatni demoqchimi?" "Yo'q, siz yolg'on aytdingiz." Poshshaxon chiqirib yig'lab onasiga o'zini otdi. Uyning ichini yig'a ovozi qopladi. "Yo'q ana, uyg'ona ana, biz ketayli." Bola ovozini qo'yitib yig'lab onasini xeli uyg'otib baqdi. Ana uyg'onmadi. Poshshaxon shu tariqada onasini quchoqlab yetib ketdi. Bu uning umridagi eng bechora, eng ko'p yig'lagan chig'i edi. Shu chaqda uning yig'ini birsi yenik tortdi. U yig'idan ishib ketgan ko'zini tasda ichib qarg'a edi. 3 yoshlar chamisidagi kirpiklari o'rilib turgan ulashmaqash kichik bir qizchaqning o'ziga bir dona olmani tanglab turganligini ko'rdi. Poshshaxon olmani olmay yana onasini quchoqlab tum yotdi. Qizchaq yana uning yig'ini tortib turib eg'iz ochdi. "Aka, buni ala, endi yig'lamag'in", dedi qizchaq chuchuk ovozda gapni aran qilib. "Yo'q, olmayman, yig'layman." Poshshaxon beshini ko'tarmasdan javob berdi. "Endi anang uyg'onmaydi, mening onam uyg'onmadi." Poshshaxon beshini ko'tarib qizchaqqa qaradi. "Sening onangmi shu joyga ketganmi?" "Yo'q, mening onam u yerga ketmadi, jannatga ketdi." "Onang qachon ketgan?" Poshshaxonning uningga ichi og'rib qoldi. "Anammi mushu yerdan jannatga ketgan. Ketgili mana mundaq kun bo'ldi." Qizchaq shundoq degach, qop-qora bo'lib ketgan barmog'idan uchni chiqarib uningga kuldi. Poshshaxon bu qizchaqning taqdirining o'ziniki bilan o'xshashligini bilib, uningdan so'radi. "Sen kim bilan turyapsan?" "O'zim bilan turyapman. Kishilar anang jannatda hayot,
U hemen seni yoklap keledi deyişidu. Bugün men anamni izlep kelgen. Qizchaqning javobi podshohning yuragini texmi ezdi. U qizchaqning texicha o'ziga olmani sunib turayotganligini ko'rib, olmani uning qo'lidan oldi. Shu chaqda sirtdan doktor sestralar kirib, inik anani bir g'altakli karvaga yo'tkashga boshladi. "Onamni qayerga opirsizlar?" deb so'radi podshohon hiliq sestraning yengini tortib. Sestra qiz qattiq aldirash edi. U gap qilishga ulgurmay, yondagi karvatdagi kasalning boquvchisiga qarab qo'ydi. U kishi surilib kelib podshohoni ikki qo'li bilan ching tutib turib muloyimlik bilan aytdi. "Balam, bu xil kasal bilan o'lib ketganlarni doktorlar bir xil dora bilan yuydi. Ondan yerligida qo'ydi ekan. Bo'lmasa bu kasal yana nurg'un odamlarga yo'qib, ularning jinini oladi ekan. Qarg'ina mavi bichar qizga, uning onasimi bu kasal bilan o'lib ketdi. Umu bizning gapimizga ma'qul bo'ldi. Doktorlar onangni hiliq dora bilan pokiz yuyib, ondan biz bilmaydigan ayrim yerga dafna qiladi. Boshqalarni shunda qildi. Ularning ballalari chididi. Endi ularga moslashqin balam." Podshohon to'la yig'lab madoridan ketgan edi. U hiliqi odamning quchqidan yo'lqinib chiqib, g'altakli karoda ilib menglayotgan onasining bag'riga o'zini atmoqchi bo'ldi. Ammo uning kuchi yetmadi. Ovozini qo'yitib vaqirab yig'lamoqchi bo'ldi. Ammo ovozni tishiga chiqarib yig'lay olmadi. U tirkishib, tirmishib baqdi. Kichik qizchaqning podshohning bu holatiga ichi og'ridi. U yugurib kelib podshohning keynidan quchoqlab turib, uning bilan tang yig'lashga boshladi. 7 yoshli podshohon taqdiriga tan berdi. U onasining qayerga dafn qilinganligini bilolmadi. Uning beshi qiyib, ko'z oldi qorong'ulashdi. U doktorxonadan chiqib, nega mingishni bilolmay birdan turib qoldi. Ondan uyi tarafga qarab mangdi. Hiliqi 3 yoshli yetim qizmi uning kayniga kirib olgan edi. Podshohon kayindagi oyoq tevishni anglab burilib qargan edi. Qizchaq kulgunicha tomning kayniga mukib oldi. Podshohon kayniga yenib qizchaqdan so'radi. "Sen nerede tursan?" "Shu bilmayman." "Sizlar qayerdan kelgan?" "Biz turmadan kelgan." "Turmadan? Turmada uy yo'q." "Yo'q, dadamning uyi bor. Biz dadamni yo'qlab kelgan. Ular dadamni o'lib ketdi dedi." "Keyinchi?" "Anam yig'lab uxlab qoldi. Kishilar anamni yulab bayamqi uyga akilib qo'ygan." "Uyinglarning nerligini bilamsizlar?" "Bilman. Uyimizning keynida cho'ng tog' bor." Qizchaq onasidan ayrilib qolgandek emas edi. U xiyoli kulib turardi. Podshohning bu yetim qizni ko'chaga tashlab qo'yg'isi kelmadi. Chunki bu kichik qizchaq o'limning qandoq ish ekanligini texi tushunolmagan edi. Uning ustiga u uyning nerligini bilmaydi. "Men bilan bizning uyga ket." Podshohon qo'lini qizchaqqa sundi. Qizchaq mukib o'ltirib olgan yeridan dast turib kulgunicha podshohonning quliga isildi. Bu rahimsiz vabo yoz chikitib qish kiray deganda tarqalishdan to'xtadi. Bu bir xil ichida bir xil kasallik necha 100 ming odamning jinini ilib, necha 10 ming bolalarni ko'chalarda yetim qoldirdi. Yig'azor, musibat bütün elning yerimini qaplığılı tas qaldi. Uning ustiga Stalin dehqonlarning qo'lidagi terilg'u yerlarni tortib olib, o'pcha teriqchilik qilib adil taqsim qilish degan siyosatni ko'tarib chiqib, bu mustamlika rayonida emas, o'zining elidimi acharchilikdan necha 100 ming kishining behuda o'lishiga sabab bo'lib o'tadi. Bu qitimliq roman o'qishimiz mush yergacha bo'lsin. Xayr xo'sh, kelar qitim ko'rishaylik.